Doktor aytdiki, meni kasalligim deyarli davolanmas ekan. Bizni holatimizdagilar 2-3 oydan ko'p yashamas ekan. Statistikaga ko'ra yashab ketish 1000 tadan bittaga to'g'ri kelar ekan va bu imkonga sabab bo'ladigan operatsiya juda ham qimmat edi. Men bu pulni deyarli yarmini to'play oldim. Masjidda bolasi xasta ayolni uchratdim. Mening pullarim uning qizining hayotini qutqarishga bemalol yetardi. Qayta analizlar hayotingizga hech nima xavf solmayotganini ko'rsatyapti. Qanaqasiga? Siz o'sha 1000 tadan bittasiz. Siz sog'lomsiz. Subhanalloh.